Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanchadan beri efir ko'rasiz? Qancha? Bir oydan beri ko'raman-da, ruhlarni eshitaman ustoz. Qarang, prямой efirda ko'rasiz. Ha, shunaqa. Tushunarli. Ruhlarni eshitaman. Yo'q, aka, men Ruqiyaga so'ramayapman. Menga javob bering. Kech payt efir qanchadan beri ko'ryapsiz? Uzoqda, bir oydan uzoq. Bir oy bo'ldi. Menga muhimda odam qanchadan beri eshitgan, menga juda kerak bu narsa. Qarang, og'rigan joyingizni aytib oling. Og'rigan joy boshim, Bosh yana? tomog'im pastda. Oyog'im bittasi o'zi ishdan qoldi-da, ikkalasi ham og'riydi. Tushundim. Bo'ldi, yozdim. Tushingizga efir paytida nima bo'lasiz? Efir payti tanamda qizish, oyoqda irjalash. Boshqa. Oyog'ingizda nima bo'ladi? Oyoq qandaydir igna sanchganda ham bijir-bijir qiladi. Tushunarli. Vrachlarga ko'rsatdingizmi oyoqlaringizni? Ishlamay qolgan oyog'ingizni? Nima, aniq javob chiqmayaptimi? Yo'q, shamollash deyishdi, ukollar oldim, ta'sir qilmadi. Yo'q, aka, oyog'ingizda sehr bor ekan. Uni Qur'onni eshitganingiz oyog'ingiz g'alati bo'lyaptimi? O'sha Qur'onniki bu, doktorniki emas. Anaqa ishdan uyga borganimda umuman uyda yotolmayman-da, qo'rqinchli tushlarga bilganda. Uylarga shifo-shafaran sepingda, oyog'ingiz qiziydimi, muzlaydimi? Muzlaydi-da. Muzlab uyisha. 3 mahal oyog'ingizga shifo zaytini surtib yuring. Aytdimi, obedga kechgacha surting, oyog'ingiz yaxshi bo'lib ketadi. Tushingizga nimalar keladi? Tushimga o'lganlar, keyin zino, yana keyin kuchuk quvlaydi, shunaqa. yana Qancha to'qlik. yana nimalar keladi? Shularmi? Keyin bitta yo'l ana u kim qiladiganini ko'rinib turganda bo'ladi-da. Yo'q, qo'g'irchoq qiladi. bo'ldi. Qarang, o'lganlar nima qiladi? O'lganlar xullas qarab turganda bo'ladi. Tushunarli. Sizni yuragingiz vahima qilish sehri bor. Ayol kishi jin bor sizda aka. Ayolingizga hashisga beryaptimi? Yo'q, to'y bo'lgandim, to'y qaytgan shunaqa narsa bo'ldi-da. To'sh uylanmaganmisiz? Yo'q, uylanmadim-da, uylanish qiyin bo'lyapti. Shu baxtingiz to'sib qo'yganda, ayol jin bo'lsa baxt o'sadi. Keyin o'lib qolgingiz kelyaptimi, yo'qmi? Shunaqa juda ko'p bo'ladi. Yotgisi kelaveryaptimi? Ishingiz bari bo'lmaydi degan narsa hayolingizda turibdimi? Bari zo'r bo'lib ketmaydi degan narsa. Uyda yotsam shu yotib, keyin ishlaysan, unda ko'chaga chiqish yo'q, issiqqa chiqib bo'lmaydi. Faqat kechqurun chiqaman ko'chaga. Shu nima qiling aka, sizda shu nima, yotgan sari sehr kuchaveradi aka, qutulishni xohlasangiz aka. Bitta ishda shart o'shanda shuni majburlab o'zi qilishingiz kerak aka. Ishingizni ham to'sib qo'ying, baxtingiz shifo-shafran ichdim. Birinchi kun ichganimdan ichimdan nimadir vaqiryapti-da, qaradim, yonboshga hech kim vaqirmayapti, ichimdan nimadir kuyganda vaqirib shunday azob berdi-da. Baqirdimi? Ichimda shunday vaqirdi, keyin oyoqqa bo'ldi. Shifo-shafranga solib o'tirdim. Nima bo'ldi? Oyoq vaqti og'ir bo'lib ketdi-da, xullas, kimdir pichoq bilan sanchganda. Tushunarli. Aka, qisqaroq gapiring aka endi. Ichida erkakmi, ayol borga o'xshaydimi? Erkak borga o'xshaydi, vaqtda ayol, ikkitami deyman-da. Erkak, ayol. Tushunarli. Boshingizda nima borga o'xshaydi? Boshda kichik igna. Igna. Yurakda? Yurakda ham igna. Mana akani jo'natib olay, keyin o'layman Instagram, sabr qilib turinglar. Yuragida igna, tushunarli. Qo'l oyog'ingizda? Qo'l oyog'ida ana unda pichoq sanchganda, keyin ip bilan o'ralganda birlashtirib. Tushunarli. Tak, bosh, yurak, oyoq, tak. Tomoqda ham anaqa shilimshiq narsa borga o'xshaydi. Nima shilimshiq, balg'amga o'xshaydimi, balchiqqa o'xshaydimi, klayga o'xshaydi, nimaga o'xshaydi? Balchiqqa o'xshaydi. Balchiq. Tushunarli. Ko'zda-chi? Ko'zda qora pardaga o'xshaydi. Yuming ko'zingizni. Eplasizlar. Shifo-shafran ichganda birov kuygan bo'ldi dedi. Zabop yuming ko'zingizni. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Erkakmi, ayolmisan? Chiq. Erkak. Kiming kuchlisan? Erkagimmi, ayoli kuchlimi bu yerda? Kim bu yerda kuchli jasadda?
Gapir, qancha bo'ldi kirganingga? 4 yil. Bu bola nima qilishing kerak? O'ldirish. O'lim, tushunarli. Yana nima qilishing kerak? O'lim. Baxtsiz. Baxtsiz. Yana nima qilishing kerak? Nima qilib qiynayapsan buni? Vasvas. Qo'rqinchli tush. Qanaqa vasvas? Nima qanaqa vasvaslar bilan qiynayapsan? Yashaganingga foydasi yo'q, kimga keraging yo'q deb. Shunaqa shuncha aytaman-da, u teskari yurish kerak. Keragi yo'q deyaptimi? Men birov kerak bo'lishim shart emas. Men o'zim uchun yashayman deyish kerak. Alloh meni yaxshi ko'radi deyish kerak. Alloh mendan ko'ra menga mehribonroq deyish kerak. Yashab ketish kerak dedilar. Kim kerak emas mana ekan deb siqilib olgansangiz, shayton aytgani bo'lib folbinni xursand qilgan bo'lasiz. Meni qara, Allohdan qo'rq. Bu bolani qiynama. Robbingdan qo'rq. Boshidagi ignalar suvurib tashlab bo'l. Bismillah. Bo'l, bismillah. Bismillah. Tozalab bo'l, bismillah. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Bismillah. Tozalading boshini? Boshini tozaladingmi? Menga ha, yo'q deb javob ber. Boshini tozaladingmi? Yuragida ignadan sug'urib tashlab bo'l, bismillah, ignalardan. Bo'l, bismillah. Bo'l. Qo'l oyog'idagi pichoq bilan ipni tozalab tashlab, yechib olib tashlab, bismillah. Ben konfet qilsam odam keyin ko'payib ketadi-da, yana mashina parkovka joyi kerak edi. Tozaladingmi qo'l oyog'ini? Bo'l, tezlash, vaqtim yo'q meni, tezlash. Bo'l, bismillah. Allohdan qo'rqib tezlash. Tozaladingmi? Yengil. Men tozalasang tozalab, bo'lsam o'chiraman. Men vaqtim yo'q kutganingiz. Istagandan vaqtim yo'q. Bo'l. Tozaladingmi yo'qmi? Tezroq, bo'l, tezlash. Odamlar kutyapti, sen kutgan vaqtim yo'q. Bo'l, tozalab tezda. Hozir pishib ketdi mana. Farzand bo'lmayotgan bo'lsa, bizda shifo asal bor. Nominlar yozsalar, shifo asal bor. Shifo asalni er-xotin ichish kerak. Er-xotin обязательно er ham ichish kerak. Shifo shafronlarni ichib, shifo asalining suv tematiga efirni ko'ring. Tug'maslik sehr ko'p qilinadi tug'maslikka. Ko'pincha tug'maslikka nasroniylar ko'p qiladi. Bizkilar ham qiladi buni. Mesning folbinlar, nasroniylar kuchliroq qiladi. Tozalading qo'l oyog'ini? Tozaladingmi yo'qmi? Internet uzilib qolishi kerak. Tozaladingmi yo'qmi? Bo'l, tezlash, kutilib vaqtim yo'q deyapman senga. Shab o'chirib ko'raman men. Tak. Ko'zga pardani olib tashlab bo'l. Bo'l, bismillah.
bittasi kutib o'tiradigan bo'lsa, kechirib ketadi. Efir payti uxlashlik ichingizdagi jinni kuchi ketadiganini bildiradi. Shuning uchun uxlamaslik kerak-da. Uxlab qolsangiz, to'xtab qoladi. Jinga, masalan, Qur'on jinni urayotgan bo'lsa, to'xtab qoladi bo'ldi. Shuning uchun eshitgan sari jin urilaveradi. Yoki shuning devorga yo'lanmasdan o'tirib olib yoki shu hammasini eshitsizlar bo'ldi, uxlamaysiz. Tozaladingmi ko'zini? Ya Robbi, Alloh shuni qilaman, bitta nima qilib kelmaydi. Ko'zini tozaladingmi? Mas yaxshi emas ekan internetda. Bismillah. Ko'zini tozaladingmi? Hozir kutaylik, o'chiramiz. 5-6 sekund. Yoshli yigit ekan, suratdan ko'rinib turibdi. Ronaldoni yaxshi ko'rar ekan. Bismillah. Ne bo'ldi? Svязь yo'qolib qoldi. Bungacha Instagram ulab turamiz. Chiqib qolib bo'lmasam o'chiramiz.